Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bizda sizlarga oldin ko'rsatib o'tganimiz Aziya navli qulupnayimiz pishdi. Uni hosillarini plus minus tomonlarni ko'rsatib boramiz. Bizning manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani. Uni hosillari. Shunaqa katta bo'lar ekan mana. Bitta ko'rsatamiz. Aziyamiz bariga juda yopiqroq bo'lar ekan. Xo'sh, mana. Bitta, ikkita, 3 yarim qator. 3 yarim qator aziya ekilgan. Ko'pchilik aytadi, qulupnay yonma ekilsa changlanib hosili bir xil bo'lib ketadi yo urug'i aynib ketadi deydi. Yo'q, unday emas. Biz buni chunki o'tgan yil ham yonma ekdik, shu yil ham mana yonma ekdik. Mana shu yarim qator. Shu yarim qator aziya mana. Barglari mana boshqacha shapalaro. Mana bu tomon alba. Mana bargidan ham, hosildan ham ma'lum o'zi. Mana aziya. Mana bu tomon alba. Mana albamiz. Mana bu tomon alba. Xo'sh, buni pelis tomoni albadan shirin ekan. Minus tomoni pichi yog'ingarchilikka chidamsizroq ekan. Hosili ham pichi kamroq ekan, lekin mazasi albanikidan ko'ra shirinroq. Mana shuni bitta yeb ko'rsatamiz. Mana. Suli ekan. Uch marta tishlaganda bitta qulupnay o'zi sig'ar ekan. Birdansiga bitta qulupnay o'zi sig'magan. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'ldan kelgancha o'zimiz qilgan ishlarni yoritib boramiz. Plus minusini olib o'shanga qarab o'zlaringiz ishlarni qilaversizlar. Buni narxi ham albaga qaraganda bitta qimmatroq yuradi. Mana shu bilan 3 ta yaxshi chiqdi. Albada terim jarayoni davom etyapti. To'xtaganimiz yo'q. Endi albani oxirida bir hisob kitob qilamiz. Katta dehqon bu bizning ustozim dadam. Menga qarashgan ketdi. Xo'rbang. Assalom. Katta dehqon bu mana shu kishi. Bizga qulupnaychilikni o'rgatgan o'sha dadam bo'ladi, hoji buva. Oqda. Mana ham yuribdi. Qulupnay sotishni bozorga chiqarib o'rgatgan. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'linglar.